3-chi farzandingizda значит nima bir oy oldin ko'rganingizda 42 bo'lgan. Endi qarang, miyomani ikki xil taqdiri bo'ladi, to'g'risini aytsam. Yoki bolangiz katta bo'lgani sari progesteron hisobiga birinchidan o'sishi mumkin. Zalida ikkinchi varianti, bola katta bo'ladi-yu, unga kelayotgan qon tomirlarni bosib qoladi. Shuning uchun kichirayishi mumkin. Lekin hali bolajoningiz bola miyomani bosadigan darajada katta emas ekan. Bir oy oldin 42 bo'lgan bo'lsa, hozir 52 bo'ldi. 1 santimetrga o'sibdi. Xavfli narsa emas, qo'rqmang. Tем более bolaga zarar yetmaydigan sohada turibdi. Da, shekangizga chut-chut yaqinroq ekan. Shuning uchun ham sizga kesarova taklif qilishgan. Prinsipi, da, sal teparoqda turganda xavfli bo'lmasdi unchalik. Shekani yonib qoladi. Da, miyoma bilan ko'p